Asalaamualeykum. Sizlar bilan men Abu Yunus. Bugungi videomizda salomlashib qo'ydim. Biz hamma narsani yoqib, settingizdan nastroykada hamma narsani yoqdik va survival ko'ramiz. Siz esa like bosib obuna bo'ling. Ko'rdinglar? Endi men mana shunaqa salomlashaman. Orqamdagi narsani ko'ramizlar. Wait. Let's go. Yine boshqacha o'zgartirdim. Mana o'zgartirdingiz. Menga ham ko'rsating. Craftsman super sizga o'xshab o'ynayman deganlar uchun bunga alohida video chiqaraman deb aldiyman, chunki video chiqaraman. Xullas, let's go boshlaylik. Balkim temir toparmiz. Temir yoqadi menga. Sizlarga nima yoqadi? Let's go. Mana nima? Biz perfulda o'ynayapmiz. Bizga zombi hayot bermaydi. Ha, o'shaning uchun ham keep inventory emas. Shu boyda chiqyaptimi paperdock? Chiqyapti. Let's go. Bedrockda qiynalib o'tirardim. Javada oson ekan. Hamma narsasi. Endi Java yotib, Javani Bedrockda yomonlab tashamang deganlar uchun yomonlamayapman akalar. Let's go. Hop, bitta ekib qolsak bo'ladi. Hammasini olib ket. Let's go. Bizga 9 ta yarim stak chiqib tashlaydi-yu. Let's go. 3 ta qoldi, 2 ta qoldi, 1 ta qoldi. What is this? Yes, a crafting table. Uchta qoldi. Let's go. Biz faqat bitta kirka yasab olaylik-da. Qolganlari toshdan. Biz kuchayamiz. Endi mashinani sindirib turamiz. Let's go. Olaylik. Baza qursak o'shunga ekib qo'yamiz. Let's go. Endi biz kuchayasak polni toshdan qolsak o'zimizga kerakli narsalardi. Graviyam olib qo'yaylik. To'xtaylik hozir biz lapada yasaganimizdan keyin. Onamiz. Bitta qo'ydik. Endi crafting table qo'yamiz. Yana bitta anaqa yasasak. Bu yoqdan kirkamizni kuchaytiramiz. Bolt ham yasaymiz. Qilich ham yasaymiz. Lapataga yetmas ekan. Endi biz bular bilan xayrlashamiz. Ne tursin? Mana bu yoqqa, bu esa makka. Lapata uchun bizga bitta cho'p, bitta tosh yetmas ekan. Tezda kuch qurun. Hali videomiz endi 4 minut bo'lganmiz. Biz tosh olamiz. 8-9 ta tosh olaylik bo'ldi. Full bo'ladi, pechkaga ham yetadi. Nega hozirdan yosadingizlar? Toshli kirka yaxshi sindiradi. 8 bitta sindirsak 9. Let's go bo'ldi. Mol qo'y bor ekan. Lapata. Let's go. Endi aytib tursin bu narsalar. Let's go. Full ichkariga hozir kiramiz.
Şey bitti ekan. Let's go. Şunisini vurduram. Nima ol? Yomon ekan. U aytdi. Qo'y, yana bitti. Let's go. Oxir topsaga o'ldirishimiz kerak. Bitti. Let's go. Oq qo'y bitta kerak hozir. Yana mana undan tashqari yana bitta topsak 2 soat chiqadi endi oq qo'y. 5 takimiz olyapmiz, yaxshi. Oq qo'y. Qora qo'yda bu. Yo, oq qo'y bo'ldi bu. Let's go. Atrofda ko'k gul yo'q ekanda. Oh, apple beribdi, apple. Lekin bizga ovqat kerak emas, perfkuldayik. Ne perf? Stop. Bo'lsin. Norimda. Qorin ochmaydi. Let's go endi bizga. Anaqa hujum qiladi lekin. Yaxshi. Jigarang qo'yma, aytdi. Ayo, shuna ko'rinibdi. Agar jigarang qo'y bo'lganda. Let's go. Darajamiz salgan bir bo'lib qopti. Ko'mir yo'qmi? Hech kim ko'mir. Ha, uyga tugabdi bu g'or. Çıkamayapman. Buni yopish kerak emas. Chiq, tez bo'ldi. Qizig'i bu yo'q g'ormas ekan. Let's go. Biz boshqa joylarni ham kashf qilib, birinchi daraja bo'laman. Bitta daraja bo'ldi. Hani orolcha bor ekan. Va bu yerda ovqat olamiz. Iloji boricha. Lekin iloji yo'q. Let's go. Bo'ldik. Atrofda ikkinchi daraja hali bo'lmadik. Ko'ki bor ekan. Yana bitta qo'y yo'q. Uni ham o'ldirib kelamiz. Lekin g'orda yo'qotib qo'ymasak bo'ldi. Mashina o'ldiraylik. Mana ham g'ormi bu? Yo'q, g'ormi? Yo'q. Let's go. Ya bu ikkita emas ekan. Lapata bor-ku bizda. Tez chiq. Stop. Loy kerak bizga, loy. Okey. Loy bilan chiqib olamiz. Biz buni sindirsak, ana bu yerda ham bor. Hozir ovqatlarni ham pishirib olamiz. Shuning uchun kelga ham yetish kerak. Chunki biz g'orga kiramiz hozir. Qanday g'orga desanglar, ana ko'rdinglar, shu g'orga. Men o'ldirib ketaylik. Agar qiziq bo'lsa, keyingi qismda kiramiz, nima deysizlar? Let's go. Endi keep inventar yonib emas.
Anaqa emas. Let's go. Ashtkami? Ashtka. Daraja mana bu yoqqa edi. Mashtlarda edi. Bizning 5-chi ikkita kravat yasasak bo'ladi. Ya. Bu qo'ydi berishini qaranglar. Angaraylar. 6-chi qo'yimiz. Faqat juda ham ko'p ekan. Juda ko'p spam bo'lyapti ovqatlar. Lekin bizni g'orimiz. Qo'lchamiz qani? Qanaqasiga 7-chi qo'y chiqyapti? Bola qanaqa jiddu? 8-chi qo'y chiqmasa like bosib mana qo'yiladi. O. Yo, bu g'ormas. Bo'ldi. Nega 8-chi qo'y ham chiqmoqda? Let's go. Buni ham o'ldiramiz. Let's go, endi mana o'ldiramiz. Uje qo'ydi go'shti o'lib ketdi. Let's go, sekin kutamiz. Afka. Va 10-chi 9-chi qo'y chiqadimi yoki yo'q? To'xtanglar. Ana u yerda nima u? Portalmi? Yo menga shunday ko'rinyaptimi? Yo menga shunday ko'rinyapti-kan. Aha. Bola 9-chi qo'y o'zi ham. O, qo'ylarda 9ta, 3ta kravat yasasak bo'ladi. Let's go. Sal uzoqqa ketamiz. Spam bo'ladi hozir qarab turinglar. 10 ta qilamiz. 12 mana videomiz. Let's go. Spam bo'ladimi yo'qmi? Spam. Bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladimi? Nima u? Yo'qmi? Nima ekan? Chunki spam bo'lmaydi endi. Keyingi qism ham borda, lekin biz keyingi qismda nechta chiqadi degan savol bor. Hozir quyosh botyapti. Uxlab olamiz. Yasaymiz. Oh. Va bunday qilamiz. 10-chi qo'y yo'q. 10-chi qo'y bo'lsa hozir bo'lardi-da. Let's go. Uxlab turamiz. Balkim 10-chi qo'y bordir. To'xtang, uxlab turamiz. 10-chi qo'y bo'ladimi yoki yo'q? Da bo'lmas ekan. Voy! Bo'lar. 7-chi qo'y, chunki biz bitta kravat yasadik. Bo'ldi, let's go, videoni tugataylik. 8-chi qo'y. Qo'y go'shti 15 ta. Da. Let's go, tugatamiz videomizni. Bugun boshqacha tugataylik. Asabimni buzmay. Qanaqasiga bitta videoda 11-12-chi qo'y. Bola. Stop. Tez haylashamiz. Agar haylashayotganimda orqada kimdir
qo'y bo'lsa yomon bo'ladi. Biz qaylashaylik. Boshqa usulda stovni qarab olamiz. Hech kim yo'q, qo'y yo'q, qo'y narsa yo'q. Qo'y narsaga kiratdi, bola to'g'ri. Deb qarab olamiz. Xullas, let's go. Qaylashamiz. Xayr, sizlar bilan Abu Gamer bo'ldi.